Assalomu alaykum. Hammaga, hamma ko'rdi, bildi. Biz musulmonlarimiz mana Rossiyada qanaqa darajada turishimizni. Bitta yosh bolani, 10 yoshli bolajonni shunday oddiy qo'ydi so'ygandek so'yishib. Unga hali jazo bo'lmadimi? Hali noaniq. Xo'p, shunga sizlarga murojaat bilan chiqmoqchiman. Biz ko'rib turgan aka-ukalar, qadrdonlar. Hop, kimnidir mahallasida bor, kimnidir qarindosh urug'ning ichida bor, kimnidir ham qishlog'i, kimnidir ham shahari. Shunaqa boquvchisi yo'q insonlar bor. Juft haloli vafot etib ketgan bolalarini o'sha ayol kishi o'zi boqadi. Iltimos, sizlardan iltimos. Agar imkonlaring bo'lsa, sharoitlaring bo'lsa, shunaqa insonlarga ko'proq yordam qilishga harakat qilaylik. Eshitishim bo'yicha balki rostdir. Shu Qobiljonda ham o'sha otasi o'tib ketgan ekan, shu onasi Rossiyaga olib ketib ishlab yurib boqar ekan o'sha yerda. Iloji boricha shunaqa insonlarga yordam qilaylikki, shu insonlar shunaqa chet elga ketishmasin. Biz ham musofirchilikni ko'rganmiz, Rossiya qanaqaligini bilamiz hammamiz. Itdan qadri pastda. Itchalik qadrlamaydi bizni. Shuning uchun iltimos, shunaqa insonlarga yordam beraylikki, shular chetga ketmasin. Ayol boshi bilan farzandlarini olib ketmasin chetga. Qobiljon balki bizdan yaxshi davradadir. Lekin ko'rsatib qo'ydi mana musulmonlar qanaqa bir-biriga hamdardligini, mana o'zbek, tojikka qanday ta'ziya bildiryapti, qirg'iz, qozoq, hamma millatlar ta'ziya bildiryapti. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Gunoh qilishga ulgurmadi bolajon. Shunaqa iltimos bilan chiqyapman. Agar mahalla kuyda shunaqa insonlar bo'lsa, iloji boricha yordam qilishlarini so'rayman. Shunaqa qiynalib chetga chiqishmasin. Hammalaringga rahmat.